Men uchun hayot opamning toyidan keyin butunlay o'zgardi. Uning baxti, uning shodligi mening ham quvonchim edi. Har holda o'zimni shunga ishontirardim. Podsham bizning oddiy oilamizga notanish bir olamni olib kelgandek edi. Uning o'zini tutishi, gapirish madaniyati, har bir harakatidagi ishonch meni o'ziga maftun qilgandi. Lekin bu maftunlikning bir kun kelib taqiqlangan ishtiyoqqa aylanishini xayolimga ham keltirmaganman. Opam baxtli edi. Buni uning chaqnab turgan ko'zlaridan, kulgularidan bilsa bo'lardi. Podsham uni ardoqlar, e'zozlardi. Men esa ularning baxtiga soyadek ergashib yurar, har daqiqadan zavq olardim. Ammo qalbimning tubida notinchlik, boshqacha bir his bosh ko'tara boshlagandi. Bu hasad emasdi, yo'q. Bu undan ham kuchliroq, tushunarsizroq bir narsa edi. Podsham bilan har safar ko'zimiz to'qnashganda vujudimni allanechuk titroq bosardi. Uning nigohi shunchaki qaynisingilga qarash emasdi. Go'yo u mening ich-ichimni, yashirin oylarimni ham oqayotgandek tuyulardi. Boshida bu hislarimdan o'zim ham qo'rqib ketdim. Axir bu gunoh. Bu opamga nisbatan xiyonat. O'zimni qanchalik chalg'itishga urinmayin, uning siymosi xayolimdan ketmasdi. Uning jarangdor ovozi, kulgusi quloqlarim ostida doim jaranglab turgandek edi. U bilan yolg'iz qolishdan qo'rqardim, lekin ayni damda shuni istardim ham. Bu ziddiyatli istaklar meni ichimdan kemirardi. Bir kuni uyimizda katta bazm bo'ldi. Mehmonlar ko'p, hammayoq shodon qiy-chuv. Opam mehmonlar bilan ovora, men esa oshxonada edim. Birdan orqamdan uning ovozi eshitildi. Yordam kerakmasmi? U eshikka suyanib, qo'llarini chalishtirgancha menga qarab turardi. Uning nigohida yana o'sha tushunarsiz ma'no bor edi. Yo'q, o'zim eplayapman dedim ovozimni nazorat qilishga urinib. U bir qadam oldinga yurdi. Oradagi masofa qisqardi. Uning atirini hidi dimog'imga urildi. Bu hid meni esankiratib qo'ygandek bo'ldi. Charchading shekilli. Ko'zlaringdan bilinib turibdi. Uning bu hamxorligi qalbimni eritib yubordi. Hech kim meni charchaganimni payqamagandi. Yo'q, shunchaki. Nima deyishni bilmay qoldim. U yanada yaqinlashdi. U kaftini peshonamga qo'yish uchun sekin ko'tardi. Men ko'zlarimni yumdim. Uning kafti bir soniya peshonamga tegdi. Bu qisqa lahzadan butun vujudim olov bo'lib yonayotganindek bo'ldi. "Isitmangiz yo'q", dedi u. Ko'zlarimni ochdim. Uning ko'zlari yonib turardi. Biz bir-birimizga shu qadar yaqin edikki. Atrofimdagi shovqin-suron, mehmonlarning kulgusi, hammasi uzoqlashib, yo'qolib qolgandek edi. Shu kundan keyin hammasi boshqacha tus oldi. Endi biz imkon qadar yolg'iz qolishga harakat qilardik. Uning birgina nigohi, birgina imo-ishorasi bilan bir-birimizni tushunadigan bo'ldik. Biz gaplashmasdik, lekin ko'zlarimiz sozlashardi. Bu xavfli o'yin edi, lekin biz uni to'xtatishni istamasdik. Har safar opamning baxtiyor yuziga qaraganimda vujudimni aybdorlik hissi qamrab olardi. Lekin podshamning nigohiga duch kelganimda bu hislar unut bo'lardi. Uning yonida men o'zimni butunlay boshqacha his qilardim. U menga e'tibor berishni boshlaganida men buni shunchaki qaynisingilga bo'lgan oddiy hurmat deb o'yladim. U har doim men bilan alohida ohangda gaplashardi, boshqalarga qaraganda muloyimroq, ehtiyotkorroq edi. Uning nigohi doim meni kuzatib yurardi. Dastlab bu menga noqulay tuyulardi, keyin esa men bu nigohlarsiz yashay olmaydigan bo'lib qoldim. Men uning e'tiborini qidiradigan bo'ldim. Uning uchun chiroyli kiyinishni, o'zimga ko'proq oro berishni boshladim. Men unga yoqishni xohlardim va men unga yoqayotganimni bilardim. Bizni gaplashishlarimiz oddiy so'roqlardan boshlanardi. Lekin bu so'zlarning ostida butun bir okean ma'no yashirin edi. Bizning har suhbatimiz sirli bir marosimga aylanardi. U mendan opam haqida so'rardi. Lekin men uni aslida men haqimda bilishni xohlayotganini his qilardim. Men unga butun borlig'imni ochib bergim kelardi. Bir kuni kechqurun hammamiz hovlida o'tirgandik. Opam va onam o'zlaricha nimalarnidir muhokama qilishardi. Podsham esa yonimda o'tirardi.
U sekin qo'lini uzatib, stulda turgan mening qo'limning ustiga qo'lini qo'ydi. Men qo'rqib ketdim, lekin qo'limni tortib olmadim. Uning kafti yoqimli edi. U barmog'i bilan kaftimni sekin siladi. O'shanda men nafas olishni unutib qo'ydim. Atrofdagi hamma narsa o'z ma'nosini yo'qotdi. Faqat uning teginishi va qalbimni larzaga solayotgan hayajon bor edi. Bu o'sha kecha sodir bo'ldi. Mehmonlar tarqab hamma oshxonasiga kirib ketgandan keyin men oshxonaga suv ichish uchun chiqdim. U ham o'sha yerda edi, go'yo meni kutib turgandek. Uyqu kelmadimi deb so'radi u. Men ha degan ma'noda boshimni qimirlatdim. U menga yaqinlashdi. Uning ko'zlarida endi hech qanday parda yo'q edi. Faqat ochiq ishtiyoq, ehtiros bor edi. Men bunaqa davom etolmayman dedi u ehtirosga to'la ovozda. Seni har ko'rganimda aqldan ozay deyman. Bu so'zlar meni ham aqldan ozdirayotgandi. Men ham xuddi shunday hislarni boshdan kechirayotgandim. Men hech narsa demadim. So'zlar ortiqcha edi. U qo'llarini belimga qo'yib meni og'ziga tortdi. Men qarshilik ko'rsatmadim. Qarshilik ko'rsatkim yo'q edi. Uning yuzi mening yuzimga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumdim va o'zimni uning ehtirosli bosasiga topshirdim. Bu bosa hayotimdagi hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Uning quchog'ida men o'zimni ham gunohkor, ham dunyodagi eng baxtli ayoldek his qilardim. Bizning yashirin munosabatlarimiz shu kechadan boshlandi. Biz xuddi o'smirlardek yashirincha uchrashardik. Uning teginishi, shivirlagan so'zi meni yangidan yangi ehtiroslar olamiga olib kirardi. U bilan men o'zimni kashf qilayotgandek edim. U men hech qachon eshitmagan so'zlarni aytardi. Hech kim qilmagan iltifotlarni qilardi. Lekin bu baxtning ortida doimo qo'rquv, xavotir bor edi. Har safar opamning yuziga qaraganimda yuragim orqaga tortib ketardi. Men uning baxtini tortib olayotgan edim, lekin men o'zimni to'xtata olmasdim. Men uning e'tiboriga, uning mehriga muhtoj edim. Bizning munosabatlarimiz qanchalik sir tutilmasin, abadiy davom etishi mumkin emasligini ikkimiz ham bilardik. Bir kuni hammasi oshkor bo'lishi va o'shanda falokat yuz berishi muqarrar edi. Ammo biz bu haqda o'ylashni istamasdik. Biz shunchaki hozirgi lahzadan zavqlanib yashardik. Bir kuni opam meni chekkaga tortib, jiddiy gaplashib olishni aytdi. Yuragim shuv etib ketdi. Tamom bo'ldim, hammasini bildi degan oy miyamga yashindek urildi. Senda gapim bor dedi u ko'zlarimga tikilib. Eshitaman opa. Oxirgi paytlar o'zgarib qolding. Hayollaring parishon. Nima bo'lyapti o'zi? Yoki birortasini topdingmi? Uning bu so'zlaridan keyin ozgina yengil tortdim. Demak u hech narsani bilmas ekan. Yo'q opa, shunchaki o'zim nima deyishni bilmay gapimni chaynay boshladim. Men senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Agar biror muammo bo'lsa menga ayt. Balki yordamim tegar. Men uning ko'zlariga qaray olmadim. Men uning ishonchini, uning mehrini poymol qilayotgan xoin edim. O'sha kuni men bir qarorga keldim. Bu munosabatlarni to'xtatishim kerak. Bu olovni o'chirishim kerak. Aks holda u hammani kuydirib kul qiladi. Kechqurun u bilan yashirincha uchrashdim. U har doimgidek xushchaqchaq edi. Lekin mening qovoqimdan qor yog'ayotganini ko'rib darrov jiddiylashdi. Nima bo'ldi? Deb so'radi u xavotir bilan. Biz boshqa davom etolmaymiz dedim. Bu noto'g'ri. Uning yuzi o'zgarib ketdi. Nima deganing bu? Nima noto'g'ri? Bizning sevgimizmi? Bu sevgi emas. Bu gunoh, bu xiyonat. Men uni sevmayman, dedi u birdan. Men sen bilan tanishganimdan beri faqat seni o'ylayman. Seni sevaman. Bu so'zlar qalbimni tilka pora qildi. Men ham uni sevardim. Lekin bizning sevgimiz yolg'on va xiyonat ustiga qurilgandi. Iltimos, meni tushunishga harakat qiling. Men opamning baxtini barbod qila olmayman. Mening baxtimchi, sening baxtingchi. Uning ovozi balandladi. Biz bir-birimizsiz baxtli bo'la olamizmi? Uning savoliga javobim yo'q edi. Men faqat bir narsani bilardim. Bu yo'l bizni jarga olib boradi. Hammasini tugatishimiz kerak dedim men. Ko'z yoshlarimni tiya olmay. U uzoq vaqt jim qoldi. Keyin sekin boshini egdi. Agar sen shuni xohlasang mayli. Shu bilan hammasi tugadi. Lekin qalbimdagi olov o'chmadi.
U faqat kul ostida qoldi xolos.